G'aznaviylarmi turk, Qarxoniylarmi turk bo'lg'achqa ham millatdosh, ham dindosh bu ikki davlat nihoyat yaxshi diplomatik, do'stlik va qarindoshlik munosabati o'rnatdi. Dandanqon urushida Seljuqiylar g'alaba qilib, Xorasonda Seljuqiylar davlati e'lon qilayotgan shu paytda Qarxoniylar davlatida yana bir cho'ng isyon chiqadi. Shunday qilib Qarxoniylar zamini mana mush yili, ya'ni 1043-yili rasmiy shaklda G'arbiy va Sharqiy deb ikkiga bo'linadi. Biz ilgirki dersimizde sözlep ötkünümüzdek miladiya 840-yili bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda Qarxoniylar davlati qurildi. Qarxoniylar davlati qurilib 90 yil o'tgandan keyin Qarxoniylar shahzodasi Ustuqtekin musulmon bo'ladi va taxtga chiqib Qarxoniylar davlatining dinini islom dini deb e'lon qiladi. Mana mushu vaqtdan tortib, ya'ni milodiya 930-yildan tortib Qarxoniylar islom davlati deb tuniladi va islom tarixidagi tunji turk islom davlati bo'ladi. Qarxoniylar davlati Qashqar markazlik Sharqiy Turkistonda qurilgan. G'arbiy Turkistonda bo'lsa Samaniylar davlati bor edi. Samaniylar davlatininki Xorasondagi valisi Aliptekin, ya'ni turk qo'mondan Aliptekin Xorasonda o'zi mustaqil kuchlanib, o'zining keyingi davlatining asosini soladi. Turk Song'on Aliptekinning o'z oldiga kuchlanishi Samaniylar davlatini ansirtdi. Bu sababdan Samaniylar davlati Aliptekin qarshi qo'shin avatidi, ya'ni bo'ysundirish uchun qo'shin avatidi. Shunday qilib Aliptekin bilan Samaniylar o'rtasida to'qinish yuz beradi. Bu to'qinishda Aliptekin g'alaba qilib Xorasonga emas, Afg'onistonning G'azna shahriga qaytadi va G'azna shahrida o'zining davlatining asosini quradi. Milodiya 962-yili uningdan keyin kelgan uning o'g'li Subuqtekin o'zining G'aznaviylar davlatini rasmiy e'lon qiladi. Shunday qilib G'aznaviylar davlati islom tarixidagi ikkinchi turk islom davlati hisoblanadi. G'aznaviylarmi turk, Qarxoniylarmi turk bo'lg'achqa ham millatdosh, ham dindosh bu ikki davlat nihoyat yaxshi diplomatik, do'stlik va qarindoshlik munosabati o'rnatdi. Subuqtekin G'aznaviylar davlatining asosini puxtalab bo'lgandan keyin milodiya 997-yili vafot topadi. Uningdan keyin G'aznaviylar davlatining boshiga Mahmud G'aznaviy chiqadi. Mahmud G'aznaviy 27 yoshda bo'lib, nihoyat taqvodor, islomda nihoyat mustahkam turadigan, sunnatga amal qiladigan bilimlik bir yigit edi. U taxtga chiqqandan keyin tunji qilib qildigan ishi bo'lsa, davlatining nizomini, qonunini va butun idora ishlarining hammasini islomga uyg'unlashtirish bo'ladi. Ondan keyin qo'shni turk islom davlati bo'lgan Qarxoniylar bilan do'stlikni, munosabatini texnik chang'atadi. Ondan keyin islom kirishini cheklab turgan Hindiston podshohligiga keng ko'lamli urush ochadi. Hindistonga qo'shin tortish, Hindiston xalqini islom bilan uchrashtirish sahobalardan tortib butun qo'mondonlarning hammasining orzusi va tushi edi. Bu sababdan Hindistonni ozod qilish uchun sahobalarning davridan tortib bir qancha qatim qo'shin yurish qilingan. Buning ichida eng önemli bo'lgani Amaviylar davridagi Valid ibn Abdulmalikning davrida avatgan Hajjajning jan inisi Muhammad ibn Qasim as-Saqafiy edi. U Hindistonga yurish qilib ba'zi rayonlarni egallagan. Shundaqla Hindistonda tunji bo'lib masjid bino qilgan va u yerda 4000 kishilik muhofazachi qo'shinni qoldirib, undan keyin qaytib kelgan. Ammo bu vaqtda u yerga islom kirgan bo'lsa-mu, xalqi islomni ancha ko'p qabul qilmagan. Sulton Mahmud G'aznaviy Hindistonga islomni kengayishni maqsad qilib, chegara davlati bo'lgan Qarxoniylar bilan do'stlikni nihoyat mustahkam ching'itib, ular tarafdan xotirjam bo'lgandan keyin Hindistonga rasmiy shaklda qo'shin tortadi. U davrda podshohliklar, davlatlar, shaharlarning hammasi ma'lum bir sepil ichida yashagan bo'lg'achqa, u yerga islomni taqitish faqat u yerdagi siyosiy kuchni olganda mumkin bo'ladi. Shuning uchun u vaqtda islomni kengaytirish jihatni talab qiladi. Mana bu sababdan Mahmud G'aznaviy Buddist Hindiston podshohligiga urush ochadi. Bilganimizdek, u vaqtda Hindiston bilan Pokiston ayrilmagan bir edi. Mahmud G'aznaviy 26 yil necha qitim urush ochadi. Ya'ni 26 yil to'xtovsiz Hindistonga qo'shin tortib, 17 qitim kurash qilib, nurg'un sepillarni ochadi. Sulton Mahmud G'aznaviy o'ziga islom adolatini prinsip qilmagan bo'lg'achqa, Hindiston kirgandan keyin ko'p sonliq Hindiston xalqi uni qarshi oladi. U Hindistondagi eng cho'ng butni chaqishni maqsad qiladi. Bu sababdan Buddist Hindiston xalqi Mahmud G'aznaviyga nurg'unlagan oltinlarni berib bu butni chaqmaslikni talab qiladi. Shundaqla cho'ng qo'mondan vazirlarmi bu butni chaqmayli. Agar buni chaqsaq, xalq qarshi isyonga o'tib ketadi deydi. Mahmud G'aznaviy to'xtanglar, men bir Allohga istixor solay deb kechiktiradi. Ertasi Mahmud G'aznaviy qo'mondan va vazirlarni to'plab, men ko'p o'ylandim, istixor soldim. Men shuni o'ylab qoldimki, qiyomat kuni butni chaqqan Mahmud qani deb chaqirishim yaxshimi yoki butni mol dunyo uchun chaqmagan Mahmud G'aznaviy qani deb chaqirishim yaxshimi? Bu haqda o'ylanib, oxiri butni chaqqan Mahmud G'aznaviy qani deb chaqirishni tanladim deb u cho'ng butni rasmiy chaqishni niyat qiladi. Buddist Hindiston xalqi bo'lsa, agar Mahmud G'aznaviy bu butni chaqsa, bizning ilohimiz uni g'azab qiladi deb o'ylaydi. Natijada Mahmud G'aznaviy bu cho'ng butni chaqadi. Buddist xalqi kutib boqadi. Mahmud G'aznaviyga hech narsa bo'lmaydi. Bu sababdan yana nurg'unlagan Hindiston xalqi bu but o'zini qo'yolmaydi ekan emasmi deb islomga kirishiga sabab bo'ladi. Sulton Mahmud
Mahmud G'aznaviy shunday qilib Hindistonning ko'p qismini egallab bo'lgandan keyin nurg'un olim ulamolarni Hindistonga boshlab akiradi va xalqiga islomni tunishtirishga buyurdi. Shunday qilib Hindistonda tunji bo'lib Buddist Hindiston xalqi ozg'un dinni tashlab haqiqat bo'lgan islomga o'tishga boshlaydi. Sulton Mahmud G'aznaviy Hindistondagi paytida Qorixoniylar davlatida taxt kurishi yuz beradi. Shundaqla Qorixoniylar davlatidagi yana bir taraf bo'lgan Yusuf Qodirxon Sulton Mahmud G'aznaviydan yana bir taraf qarshi yordamchi qo'shin avatishni talab qiladi. Bilganimizdek G'aznaviylar bilan Qorixoniylar o'rtasida yaxshi qarindoshlik, do'stlik munosabati bo'lib qolmay, xuddi bojilik munosabati bor edi. Mana bu sababdan Sulton Mahmud G'aznaviy Qorixoniylar davlatiga berib ikki tarafni uzlashtiradi va ikki tarafni kelishtirib taxt urushni tinchitadi. Keyin Qorixoniylar davlatiga Qorqitaylar hujum qilgandimi, Qorixoniylar davlati yana G'aznaviylardan yordamchi qo'shin avatishni talab qiladi. G'aznaviylar yana ularga yordamchi qo'shin avatadi. Demak, G'aznaviylar bilan Qorixoniylar o'rtasida mana shunday qarindoshlik, dindoshlik, millatdoshlik shakllangan. Lekin qisqa muddat Qorixoniylarning ba'zi xaqonlari G'aznaviylarning chegarasidagi ba'zi shaharlarga ko'z tikib ozroq to'qinish bo'lgan, lekin bu uzunga bormagan. Mahmud G'aznaviy Hindistonga yurish qilib nurg'ulg'an natijalarni qo'lga keltirgandan keyin endi Afg'onistonning markazi bo'lgan Kabulga qarshi qo'shin tortdi. Chunki bu vaqtda Afg'oniston xalqi butunlay butparast edi. Ularga islomni yetkazish uchun Kabulga qo'shin tortib, Kabulni egallaydi va Kabulning atrofidagi butun shaharlarning hammasini o'zining saltanati, o'zining podshohligining ostiga qo'shadi. Mana mush sabab bilan Afg'oniston xalqi, ya'ni Pushtular, Jotlar yoki G'utlar deb ataladi. Mana mush xalq islom bilan tanishadi. Ondan keyin Sulton Mahmud G'aznaviy Rey shahridagi Buayhi shiilar qarshi qo'shin tortadi. Ya'ni Rey shahri bo'lsa, bugungi Ironning Tehron atrofiga to'g'ri keladi. Bu yerda Buayhilar nihoyat kuchli bo'lib, Buayhilar bilganimizdek Bag'dodga chiqib, hatto xalifalikni changilga ilib olgan edi. Ya'ni mush vaqtda xalifalik Buayhilarning qo'lida edi. Mahmud G'aznaviy Buayhilar bilan bo'lgan urushda g'alaba qilib, ularning kuchini nihoyat ojizlatdi. Demak, Sulton Mahmud G'aznaviy 30 yilga yaqin to'xtamay jihad qilib, ya'ni atrofga kengayib territoriyasini ajoyib kengaytirdi. Ya'ni G'aznaviylar davlatining chegarasi Hindistonning Panjabgacha, Ironning o'rta qismi bilan Xorazm qadar suzildi. Hatto ba'zi tarixshunoslar Sulton Mahmud G'aznaviyningki kengaygan, fatih qilgan zamini Hazrat Umar ibn Xattobning qo'lga keltirgan zaminiga teng keladi deydi. Sulton Mahmud G'aznaviyningki jihad harakatining utuq qozonishi, shundaqla jo'grafiyasining tez kengayishining sababi bo'lsa, u jihad harakati olsun yoki davlatida olsun islom iddiasini, islom prinsipini asos qilgan. Ya'ni men bir islomiy davlat qurayman, islomning adolatini atrofga tuntiman degan. Hatto aqida jihatdan nihoyat sab va mustahkam turgan. Shuning uchun Buayhilarga qarata nihoyat qattiq qarshi turgan. Shundaqla o'zi shuncha keng jo'grafiyaga ega bo'lgan bo'lsa-mu, u o'zini bir musulmon podshoh, bir islom davlati qurayman deb mangan bo'lg'achqa, o'zini xalifaga tabe deb e'lon qilib mangan. Shundaqla egallagan butun jo'grafiyasida o'ziga emas, xalifa Qodir Billahga duo qilgan. Shundaqla Abbosiylarning 25-xalifasi Qodir Billah Sulton Mahmud G'aznaviyning tuhfalari, shundaqla uning o'zi ko'rsatgan sadoqati tufayli uningga Yaminu davlat, davlatning o'ng qo'li, davlatning himoyasi degan turli atoqlarni va mansablarni bergan. Shundaqla Xorasonning sultoni degan bu nomni bergan. Shuning uchun Mahmud G'aznaviyning sultonlik unvoni haqiqiy xalifa tomonidan berilgan mashhur sultonlik hisoblandi. Bilganimizdek, bu vaqtda xalifaning hech qanday siyosiy kuchi yo'q edi. Nurg'ulg'an islom davlatlari faqat xalifaga hurmat qilib qo'yatdi. Ammo Sulton Mahmud G'aznaviy markaziy rahbarlik ojiz bo'lsa-mu, men uningga tabi, men uningga qarashlik deb xutbalarda, butun ishlarda o'zininki xalifaga tabi ekanligini e'lon qilib mangan. Bo'lmasa bu davrda xalifaga qarashlik shaharlarmi mustaqil bo'lib ajrab xalifadan ayrilib olgan. Lekin Sulton Mahmud G'aznaviy o'zini xalifaga tabi deb qaragan. Masalan, bu vaqtda Misrda Fatimiylar kengayib, Misrning hammasini egallagan. Hatto keyin kengayib Makka, Madina, Qudus bu muqaddas joylarni Fatimiylar egallab olgan. Fatimiylar kimlar? Fatimiylar bo'lsa Shialar. Ya'ni o'zini Hazrat Alining tarafdorlari deb qaraydigan, ammo amaliyotda bo'lsa siyosiy mazhab. Chunki bu davr kelgan vaqtda Shialar butunlay aqida, ibodat jihati o'zgarib ketib bo'lgan edi. Ya'ni sunniy musulmonlarni, ahli sunna va jamoa musulmonlarini e'tirof qilmaydi. Bu sababdan Misrdagi Fatimiylar Abbosiylar xalifasini xalifa deb e'tirof qilmay o'zlari xalifa e'lon qiladi. Mana bu vaqtda islom dunyosida agar Shialarni qo'shsak, ikki dona xalifa bo'ladi. Birisi Fatimiylarning xalifasi, yana birisi bo'lsa Abbosiylarning xalifasi. Shia Fatimiylar buning bilan to'xtab qolmay, o'zining ozg'un aqidasini kengayish uchun to'xtamay harakat qilgan. Hatto Shia aqidasini taqdirlagan ulamolar G'aznaviy davlatiga kirgan. Buni bilib qolgan Sulton Mahmud G'aznaviy Shia aqidasini taqdirlash kelgan ulamolar va butun kishilarning hammasini tutib zindonga tashlaydi. Va shu vaqtdagi G'aznaviy davlatiga kelgan Shialarning cho'ng olimidan birini tutib zindonga tashlab, uning xechirini bo'lsa shu vaqtdagi cho'ng bir sunniy ulamoga beradi. Sulton Mahmud G'aznaviy o'zining davlatining aqidasini mushundaq mudofaa qilib qolmay, ijtimoiy jihatda turli islohotlarni olib borgan. Shundaqla jamiyatdan fisq, fujur, gunoh masalalarning hammasini cheklagan, aroqni, sozni hammasini amaldan qoldirib davlatni cheklagan. Haq huquq masalasida adolat xuddi 4 xalifaning davriga o'xshash namoyon bo'lgan. Sulton Mahmud G'aznaviydan keyin yashagan Shayxul Islom Ibn Taymiya Sulton Mahmud G'aznaviy haqida mundaq deydi. Sabuqtukunning o'g'li Mahmudning sultonligi bo'lsa, shu davrdagi eng yaxshi sultonliklarning birisi. Uning davrida islom va sunnat nihoyat aziz edi. U mushrik hindilarga qarshi g'azat qilgan edi. U adolatni shunda qanot yaydirganki, hech kim uningda qanot yaydira olmagan. Uning mezgilida sunnat g'olib
bid'at xor edi deydi. Uningdan boshqa Sultan Mahmud G'aznaviy ilm ma'rifatni nihoyat qo'llagan. Bu sababdan uning davrida G'aznaviylar davlatida buyuk olimlar, shoirlar yetishib chiqqan. Masalan, ko'pchiligimiz biladigan Shahnoma dal Sultan Muhammad G'aznaviyning tavsiyasi bilan yozilgan asar. Uningdan boshqa uning davrida boshqa sohalarda nurg'ulg'an olimlar yetishib chiqqan. Masalan, astronom Abu Rayhan Muhammad Biruni dal uning davrida yetishib chiqqan. Muhaddis Imom Bayhaqi ana shu davrda yetishib chiqqan. Uningdan boshqa Kisai, Daqiqi, Ar-Raziga o'xshagan o'nlarcha shoirlar yetishib chiqqan. Ya'ni mashhur shoirlar yetishib chiqqan. Bundan biz Sultan Mahmud G'aznaviyning adabiyot va ilm ma'rifatga naqadar ahamiyat berganligini ko'rib olaymiz. Xulosa aytgan vaqtimizda G'aznaviylar davlati Sultan Mahmud G'aznaviyning davrida har sohada taraqqiy qilib eng yuqori pallaga chiqqan. Ya'ni G'aznaviylar davlatining oltin davri Sultan Mahmud G'aznaviyning davridir. Biz ilgirki darsimizda Seljuqiylar haqida ozroq to'xtaldik. Ya'ni Seljuqiylar Samaniylarning oxirgi davri kelgan vaqtida Samaniylar bilan birga Qarixonilarga qarshi turgan. Ya'ni to'g'risi Samanilarga Qarixonilarga qarshi yordam bergan. Lekin shundaqdimi ikkinchi qatim Samanilar ojizlashib, ichki isyon sababli, iqtisodiy kriz sababli vayron bo'lgan. G'arbiy Turkistonni Qarixonilar egallab, Qarixonilar ham Sharqiy Turkiston, ham G'arbiy Turkistonga, ya'ni Turkiston zaminiga hokim bo'lgan. Seljuqiylarni bo'lsa shu Nur Ata'da qo'yib qo'ygan. Qarixonilarningki Buxoro qo'ygan valisi Qarixonilarga qarshi isyon ko'tarib o'zi mustaqillik e'lon qilgan. Shundaqla bu Ali Tikin Qarixonilarga qarshi ko'targan isyonida yana Seljuqiylardan yordam so'rgan. Seljuqiylar yana Qarixonilarga qarşı bu Ali Tikinning yeniden urun ağan. Şundaqla Seljuqiylar atroflariga ko'chman o'g'izlarni to'plab, xili muntizim kuchli qo'shinga ega bo'lib qolgan. Shunda qilib Buxoroda Qarixonilarga qarshi yangi bir kuch maydonga kelgan. Bu yangi kuch Qarixonilarga emas, Qarixonilarning ittifoqdoshi bo'lgan G'aznavilarga tahdid edi. Bu sababdan Qarixonilar Xaqani Yusuf Qodirxon bilan G'aznaviy davlatining sultoni Mahmud G'aznaviy jiddiy uchrashib maslahatlashdi. Va bular oxirida keng ko'lamli qo'shin tortib Ali Tikinni bostirish va Buxoroni qaytadan Qarixonilarga tava qilish, Seljuqiylarni bo'lsa G'aznavilar davlatiga ko'chib elib ketib, shu yerda tarqalashtirib o'tishni qaror qiladi. Shunda qilib ikki davlat birlashib, nihoyat zo'r qo'shin tayyorlab, Buxoroga qarshi qo'shin tortishga hozirlanadi. Bu qo'shin hozirlangandan keyin Ali Tikin, ya'ni Buxoroda isyon ko'targan vali Ali Tikin Buxorodan qochadi. Seljuqiylar bo'lsa qolib qoladi. Sultan Mahmud G'aznaviy Seljuq beyning o'g'li Arslan Begni chaqirdi va uni bilan paranglashib, "Men Hindistondagi kafir Butislar bilan urush qilyapsam, sen bizga isyon ko'taramsan. Nim deb musulmon bilan urushsa, sen mening qo'shinimga kel, biz birlikda Hindistonga va boshqa joylarga islomni kengaytaylik" deydi. Shundaqla uningdan qanchalik qo'shining bor deb Seljuq beylarining qo'shinini so'raydi. Qo'shinni so'g'andan keyin Sultan Mahmud G'aznaviyninki pozitsiyasi o'zgaradi. Chunki Arslanbek o'zining qo'shinini 200 mingdan ortiq degan edi. 200 ming qo'shinim bor deganni anglagan Sultan Mahmud G'aznaviy buni o'zi bilan birlab maqsam bo'lmaydi ekan. Chunki buning bunday kuchli qo'shini bo'lib qolsa, menimi yeb ketadi ekan. Ya'ni G'aznaviylar davlatiga isyon qilganda kuchi bor ekan deb uni darhol tutdi va Kashmir yo'lidagi Qalinjar qal'asiga sulab qo'ydi. Va shu yerda 4 yil yashab qal'ada o'lib ketadi. Seljuq beyga To'rulbey va aks Chorabeklar o'zining qarindoshi Arslanbekninki Qalinjar qal'asiga tashlanganligini anglagandan keyin darhol Nur Ata'ning Qashqarga ko'chidi va Qarixonilar Xaqonidan panohlik talab qiladi. Qarixonilar Xaqoni yana ularga panohlik berib Qashqar atrofiga o'rlashtiradi. Shunda qilib Seljuqiylar mana shu vaqtda Qashqar atrofida rasmiy yerlashadi. Lekin ularning qalbida G'aznavilarga qarshi o'ch adovat va nafrat turadi. Chunki o'zining beklaridan birini qal'aga sulab qo'ygan edi. Shundaqla Seljuqiylar bizning o'zimizning bir davlati bo'lmasa bo'lmaydi ekan deb Qashqardan Mavaraun nahar taraf qarab ko'chidi. Yurt izlab ko'chidi. Shundaqla G'aznavilar davlatining chegarasiga kelib urilishib, G'aznavilarga bir qancha qatim hujum qiladi. Sultan Mahmud G'aznaviy bo'lsa, ularga qo'shin tortib, ularni tinchitib, bostirib turadi. Chunki bu vaqtda Sultan Mahmud G'aznaviy nihoyat kuchli edi. Ammo Seljuqiylar to'xtamay tirkishib turadi. Milodiya 1030-yili 4-oyning 30-kunisi payshanba kuni Sultan Mahmud G'aznaviy vafot topadi. Sultan Mahmud G'aznaviy vafot topgandan keyin G'aznavilar davlatining taxtiga chiqish masalasida Sultan Mahmud G'aznaviyning ikki o'g'li Mas'ud bilan Muhammad taxt kurashga kiradi. Ya'ni taxt talashib urushidi. Taxt urushini fursat bilgan Afg'onistonning yerli xalq bo'lgan Jotlar yoki G'otlar G'aznaviy davlatiga qarshi isyon ko'tarib Fayrozoqni egallaydi. Yana bir tarafdan bu taxt kurashini Seljuqiylarga fursat bilib, yana isyon ko'tarib, yana G'aznaviy davlatiga hujum qiladi. 1035-yili To'rulbey va Chorabey boshchiligida butun Seljuqiylar birlashib, keng ko'lamli G'aznaviylar davlatiga urush ochadi. Natijada Xorasonning ko'p qismini egallab oladi. Keynidan uzoq o'tmay G'aznaviylar davlatining eng gullangan shahri bo'lgan Marvani egallaydi. Ondan keyin Naysaburni egallaydi. Shunda qilib Xorason bir butun holda Seljuqiylarning qo'liga o'tadi. Xorasonda Seljuq bey To'ri beyga duo qilinadi. 1039-yil kelgan vaqtida G'aznavilar davlatining beshiga Sultan Mas'ud rasmiy sultan bo'lib chiqadi. U sultan bo'lib chiqqandan keyin ichki isyonni tinchitish, Seljuqiylarning Xorasonni tortib elish, G'otlarning Kobulni tortib elib, G'aznaviy davlatini qaytadan birlik keltirishni maqsad qilib, Hindistonga elib borgan yurishlarining hammasini to'xtatadi va butun kuchini ana shu Seljuqiylarga qaratadi. Buning qarta Seljuqiylar beglari atrofdagi O'g'iz beglarining hammasini yordam so'rab qo'shinni ko'paytirdi. Shunda qilib Seljuqiylar bilan G'aznaviylar ikki taraf bir
birisi birisiga nihoyat kuchli şekilde xiris qilishga boshlaydi. Milodiya 1040-yili 5-oyning 22-kuni To'g'rilbek boshchiligidagi 16 ming kishilik Seljuqiylar qo'shini Dandanqon degan joyga yetib keladi. Seljuqiylar qo'shini hammasi degdek otliq qo'shinlar edi. Buning qarshi Sulton Mas'ud G'aznaviy 50 ming kishilik qo'shin bilan Seljuqiylarni yo'qotish uchun Dandanqonga yetib keladi. Uning qo'shinida 300 dona pil bor edi. U vaqtdagi pil tanka Bironikning o'rnida edi. Shunda qilib tarixdagi eng echinishli va eng fojialik bo'lgan ikki musulmon, ikki turk davlat o'rtasidagi bu urush Dandanqonda Milodiya 1040-yili 5-oyning 23-kuni rasmiy boshlandi. Buning qarta To'g'rilbek puxta plan tuzgan bo'lib, oldin bilan o'qiyotchi qo'shin orqali G'aznaviylarningki pilla qo'shinining hammasini yiqitib tarmar qiladi. Ondan keyin shiddatli hujum qo'ydi. Seljuqiylar qochib, cho'lning ichiga akirib, susuz qo'yib, yemak ichmaksiz qo'yib, mushundaq hol sirtib, ularning soni ko'p bo'lsa-mu, 50 ming kishilik qo'shinni 16 ming kishilik qo'shin bilan mag'lub qiladi. Bu urushda har ikki taraf butun kuchini chiqargan bo'lib, qaysi taraf yengilsa, munqarz bo'ladi. Darvaqa Sulton Mas'ud G'aznaviy bu urushda mag'lub bo'lgandan keyin Xorasondagi hukmronlikka butunlay oxirlashadi. G'aznaviylarning qo'lida faqat Hindiston bilan Afg'onistonlik qolib qoladi. Lekin Afg'onistonning tinch emas edi. Chunki G'otlar Kabulni egallab bo'lgan va shu bo'yicha kengayotdi. Bu urushda mag'lub bo'lgandan keyin G'otlar texmi avjab o'rnini texmi kengaytib oladi va Afg'onistonni bir butun holda hukmronlik ostiga akirib oladi. G'aznaviylar bo'lsa amalsiz holda Hindistondagi zaminiga ko'chishga majbur bo'ladi. Sulton Mas'ud G'aznaviy 1041-yili bütün altın gümüş devlet hazinesini at tügülerge besip Hindistan'a qaytish yo'lida etrafidagi odamlar tarafidan qaslab o'ldirildi. Sulton Mas'ud G'aznaviy o'ldirilgandan keyin G'aznaviylarning Afg'onistondagi hukmronligi butunlay oxirlashadi. Ammo Hindistondagi G'aznaviylar davlati bo'lsa 1187-yilga qadar davomlashadi. Shunda qilib 224 yil hukm surgan bu G'aznaviylar davlati tarixga aylandi. Seljuqiylar bo'lsa Dandanqon urushida g'alaba qilgandan keyin Xorasonda rasmiy shaklda o'zining davlatini, ya'ni Seljuqiylar, Buyuk Seljuqiylar davlatini e'lon qiladi. Davlatning tunji sultoni To'g'rilbek bo'ladi. Poytaxti bo'lsa Naysabur, keyin Tehron va keyin Isfahan qatorliq joylar poytaxti bo'lib almashadi. Shuning bilan G'aznaviylar davlati oxirlashib, Seljuqiylar davlatining davri boshlandi. Lekin bu vaqtda Qorixoniylar davlati hali ham mavjud va putirib turibdi. Lekin ichki isyonlar va ba'zi qalaymiqonchiliklar bor edi. Masalan, Dandanqon urushida G'aznaviylar Qorixoniylardan yordam so'rgan, lekin Qorixoniylar bu vaqtda ichki isyon bilan mashg'ul bo'lgan bo'lg'achqa yordam avatanmagan. Dandanqon urushida Seljuqiylar g'alaba qilib, Xorasonda Seljuqiylar davlati e'lon qilayotgan shu paytda Qorixoniylar davlatida yana bir cho'ng isyon chiqadi. U bo'lsa İbrahim Böretikin o'zini Tavg'achxon deb atab G'arbiy Turkistonni Qorixonlardan ayirib mustaqillik e'lon qilgan edi. Lekin bu vaqtda Qorixonlar davlatining vaziyati muqim bo'lmag'achqa, uning qarashi, ya'ni İbrahim Böretikin qarashi qo'shin tatmaydi. Natijada 1043-yili ularning mustaqilligini, ya'ni ayrilganligini e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Lekin G'arbiy Ilxon Qorixonlar xaqoniga hurmat bildiradigan, o'zini xaqon deb atamaydigan bo'ladi. Shunda qilib Qorixonlar zamini mana mush yili, ya'ni 1043-yili rasmiy shaklda G'arbiy va Sharqiy deb ikkiga bo'linadi. Sharqiy Qorixoniylar Qashqarni asosiy poytaxt va Balasog'ni qo'shimcha poytaxt qiladi. Sharqda Oltoy va Iduq xonliqidan, g'arbda Pamir va Chu daryosigacha, shimolda Qozoq dalisi va Balqash bo'ylaridan, janubda Xotandagi Qorqurum tog'larigacha hukmronlik qiladi. G'arbiy Qorixoniylar bo'lsa asosliq Samarqandni poytaxt qilib, Mavara-un Nahr diyorlariga hukmronlik qiladi. Demak, 1040-yili Dandanqon urushi bo'lgan vaqtda Qorixoniylar mana shunday ichki vaziyatda muqimsiz bo'lg'achqa G'aznaviylarga yordam qilishga armiya yetmagan. Aksicha Sharqiy Qorixoniylar va G'arbiy Qorixoniylar deb ikkiga bo'linib o'ltirgan. Mana shu vaqtda Seljuqiylar Xorasonda bosh ko'targan. Endi ikkiga bo'lingan bu Qorixoniylarning oqibati qanday bo'ladi va yanada bosh ko'targan Seljuqiylarning oqibati qanday bo'ladi? Biz bu haqda kelarki darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Bo'libmi Seljuqiylar davlatining tarixini bilish, keyingi turk tarixi, Osmonlilar tarixi va keyingi Mamlukiylar tarixini bilish uchun nihoyat muhim. Shuning uchun biz kelarki darsimizda Qorixoniylar davlatining oqibatining qanday bo'lganligi, qanday yemirilganligi, nima sababli yemirilganligi va Seljuqiylar davlatining qaysi xil shaklda taraqqiy qilganligi, islomni asos qildimi yoki faqat siyosiy nufuzni asos qildimi? Bu haqda kelarki darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, To'g'ilmoqda Hamza kabi ham Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, To'g'ilmoqda Hamza kabi ham Arslan.